telefonni kirishga ham tushib ketib qoldi. Yangilar desam bozorda 900 ming. 900 ming ham telefon oladim. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Ke, Yangi jumsiz mazangiz. Yangi telefon oldim, qo'yingchi. ya qani bitchi. Zo'rdan olibsan, qanchaga olding buni? $9 tushdi. $9 ga? Odam ham chanqal. Choy olmamiz, Usta, mana do'kon borgan, so'yib chiqaman. Suvga pul ketkazasanmi? Mayli, mana bitta bez gaz olib chiq, kichkinasidan. Usta, mana suv. Chipilga olding buni? 2000 ga oldim. 2000 akam. Yaqinda shu suvni miysamida ko'tarib yuborishibdi-da. Qanaqa suv olding sen? Red Bull-ku. Bilmaysizmi? Nech pulga olding? 45 mingga oldim. 45 ming? Bitta qiyma shashi bering. Bitta dumcho'roy bering. Bitta go'shtlar sardi qilib dasturxonni ham chiroyli bezatib, suv polani qo'yib. Non cho'p kelib turing, chaqiramiz. Ko'p bu boya $9 ga telefon oldim dedi. Magazindan 45 mingga so'rib ishdi. Ne dasturxonni qilib qo'yinglar. O'zi mendan oz olyapsan. Shuncha pul qayerdan olibsan? Ertaga uylanishing bor. Tejab ishlasam bo'lmaydimi? Bo'ldi usta endi. Bunaqa qanaqa qilib pul olib turasan? Uzr usta endi O'zgariga ertadan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Qo'lni yuvib kelar, o'ylab turgin. Telefon kelyapti. Alo. O, bekmi? Dachi? Qizlar? Bo'ldi, dasturxonni mana ertaga yo'q chiqaman.